O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Anasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daraman yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketib yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Oy, darsdan qo'shganmiz, usul ushmasmikin? Karis! Jinnisan, o'zingni bos. Karis mana! Chinchi bitta karismisiz? Oy, qardoshmi qozoqmi qo'y? Nima maqsadda kredit olasiz? 20-da Abu Dabida BTS konsertiga o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib yuborarmiz. 내 이름은 제보예요. Neydimin chimiyo. O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga til tekkizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsamikin ham Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Tashinimdan shoshigiyo. So'kdi. So'kmadi. Buyoqqa nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadim. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydın. Senden sadece dikkat istedim. İstedim Oppan Gangnam Style.